Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari. Mana yana takroriy video tasvir. Ko'rishimiz mumkin, ushbu video tasvir Surxondaryo viloyati Muzrabot tuman markazi Murabbiylar ko'chasidan bo'lyapti. Bir necha marotaba video tasvir qilishimizga qaramasdan mas'ul rahbarlardan iltimos qilardikki, ushbu ko'chani ham asfalt bo'lishda amaliy yordam so'rab, mana yaqinda Muzrabot tuman markazida asfalt ishlari bo'lib o'tdi. Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov sa'y harakatlari bilan shaxsan Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimovdan biz ham iltimos qilardikki, ushbu mana tuman markazida bitta mana shu obod dasturdan qolib ketgan ko'cha. Mana yog'ingarchilik mavsumlarida bolalarimiz maktabga borib kelishda ancha qiyinchiliklar tug'diryapti. Mana mahalla rais va'da berib ediki, markazdan asfalt ishlari tugab, sizlarning ko'chalaringga keladi degan edi. Hurmatli mas'ul rahbarlar, iltimos qilyapmiz, takror va takror video tasvirlar qilyapmiz, murojaatlar qilyapmiz. Mana shu Murabbiylar ko'chasini asfalt bo'lishda amaliy yordam so'rab. Ba'zi bir mahalla raislar va'dani beryapti-da, ishni qilmayapti. Mahalla raislarning ba'zi biri o'zi mahalla rais bo'lganda arrang yurardi, hattoki mana meni bir eski velosipedimga o'xshagan velosipedi ham yo'q edi. Hozir Jetower degan 650 millionlik mashinalar qilyapti. 200 talab qo'y qilyapti, qayerlargadir cho'pon qo'yib molini boqtirib yuribdi. Bizga kelib tushayotgan ma'lumotlarga ko'ra, meni shu mahalla raislikdan olayotgan oyligim shu Jetower'imni yuvdirishi, moyka, benzin, moy almashtirish, o'zimni yurishtirish xarajatlarimga yetmaydi, deyapti. Endi bizda bir savol tug'iladi. Agar mahalla raisi olayotgan oyligi o'zini kunlik yo oylik xarajatlariga yetmasa, mahalla rais bo'lib ishlab nima qiladi? Menimcha shu oyligi yetmagani bilan xalturasi normalniy bo'lgani uchun mana lavozimini hech kimga bermay ishlab kelmoqda. Mas'ul rahbarlardan ushbu video murojaatimiz yuzasidan shaxsan iltimos qilardikki, ushbu murabbiylar ko'chamizni ham asfalt bo'lishda sidqidildan kirishib, asfalt bo'lishda amaliy yordam berishlaringizni shaxsan iltimos qilib so'rab qolamiz. Akmal Jumayev kanallarini kuzatib boramiz, videolarni oxirgacha ko'ramiz. Like'larni bosamiz. Bizda hozircha shular, xayr, salomat bo'linglar.